Hey yo, hammaga salom, sizlar bilan Ender bola va bugungi videomizda Granny o'ynaymiz. Granny o do'stim bergan edi, qo'rqinchli o'ynab ko'r deydi. Bir o'ynab ko'ray deb kirdimda. Men qo'rqitadigan o'yin yo'q endi mavjud emas. Xo'p, Granny Minecraftda oldin o'ynaganman. Xo'p, mayli. Birinchi bo'lib sandiqlarni tekshirib chiqishim kerak. Aytdim, tualetmi bu? Tualetda to'rt. Kalit. Tualetda kalit topdim. Mayda nima bor? Kalit bor ekan. Wow, mayda nima bor? Ha, bu narsani men bilaman. Okey, hop. Hop, buni yopib qo'yamiz. Gigiyenaga rioya qilamiz. Hop, mayda oynadan chiqish. Buni nima? Mana. Hop. Kun. Hop, zona chekan. Hop, maydan sandiqlarni ham qidiramiz. Mayda, kitobmi? Kitob topdim. Mayda avtomat soladigan joy bo'lishi kerak. Xullas, men 2 soatlab narsalar qidirishni boshladim. Yerto'lalarga tushdim, har xil joylarga kirdim. Kirmagan sandig'im qolmadi. Mashinani oldiga kirdim, hamma joyni titib tashadim, orqalarini titib tashadim. Xullas, mayga xonalarga kirib tashadim. Xullas, charchab ketdim. Barmoqlarim og'rib ketdi. Topgan narsalarni bir foydasi yo'q ekan. Nima edimi? Karki. Mashinaga olib top. Qani mashinaga boramiz, to'g'ri. Mashinaga borish kerak, tez mashinaga boramiz. Okey, hop, mayli. Endi mana ochildi. Mayda nima bor? Ha, bo'ldi, buni tushundim. Hop, endi mana uni ochamiz. Arbalet. Avtomat turma. Yo'q, Granny 2 ta avtomat, Granny 1 kubi. Men suyulib qo'yanda, hop, mayli. Hop, endi bo'ldi, nima qilish bilan oldin o'ynaganman Granny 1da. Ana narsani otamiz hozir. Qani ana edi. Mana shu yerdagi narsani otamiz, shunda bizga narsa tashab beradi. Narsa tashamay tupuradi bu isqit. Qarab hozir tupuradi. Men merganman, ana tupurdiz. Ana tupurdi. Maydan shu bo'lmasa, maydan sakrab o'tam qali. Sakrab. Omadimga ich chiqib ketganda o'zi ham. Buyni. O'sha, короче, shunday. Xullas, yana 2 soatlik yurishlar, narsalarni qidirishlar bilan ovora bo'ldim. Tashqariga chiqdim, yangilik qildim, neydi? Bak topdim, qon ko'rdim. Mana yoqda bo'lsa, bolg'acha topib oldim, lava bilan olib topib oldim. Yana bitta narsa topib oldim, yana meni o'ldirib ketishdi, zo'rlab ketishdi yana. Xullas, yana tezlashtirilgan kadrlar, yana bitta narsalar topdim, nimaligini bilmadim, keyin bilib qoldim, miyamga keldi, keyin ana yoqda eshikdan Grannyni poyladim, Granny yo'q ekan, keyin mana yoqdan ochdim. Quvonqa. Olangni. Yo, xudo mayli, sekin mana veydan endi. Hop. Anaqa o'tib olishimiz kerak-da endi. Granny kelyapti. Stop, Granny. Bo'ldi, Granny tintek qilamiz. Hozir mana yoqdan kelyapti-ku, mana yoqdan chiqib tintek qilamiz. Mana bu isqirch joy bilan qulab tushadi. Hop, mayli. Endi mana yoqdan nima bor? Temiz tushib ketdimi? Qanday bir omadli odamman-da. O'lib ketgan bo'lardim hozir. Omadli odamman-da. Hop, mayli. Xo'sh, kerakli narsa. Onangni. Granny, onangni. Mana o'g'lim o'q. Hozirgina to'xta nima qildim? Granny, onangni. Okey. Hop, Granny 1 sekundga o'ldi. Chunki qo'lidagi avtomatni otdim. Nega yozib olish esimdan chiqdi? Juniorsan, yozib olish esimdan chiqdi hali. Picha o'yin qilsam hech bala qilmaydi. O'yin. Ko'zlarimga qara, ochil, bolg'a bilan o'ynayman. Okey, mayli, xo'p. Voy, buni joylarni titdik rosa, hech bala chiqqani yo'q. Muhimi hozir Granny yo'q. Granny yo'qligidan foydalanib, kerakli narsalarni qilib olishimiz kerak. Xo'p, mayli. Okey, xo'sh. Uni Jonathan nima bo'ldi hozir? Yo'q. Men o'ldimmi? Yo'q. Amina gandon pidaras. Hammaga xayr.